Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov yangi lavozimga saylandi. Endi ta'lim muassasalari va shifoxonalarning isitish tizimlari ko'mirga o'tkaziladi. Po'lat Bobojonov voleybol federatsiyasi raisi, Bekmurod Abdullayev esa uning birinchi o'rinbosari etib saylandi. 2022-yilning fevralida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov voleybol federatsiyasi rahbari etib saylangandi. U prezident administratsiyasiga ishga o'tgandan buyon ushbu lavozim bo'sh qolayotgan edi. 18-fevral kuni Milliy olimpiya qo'mitasida O'zbekiston voleybol federatsiyasining navbatdan tashqari hisobot saylov konferensiyasi o'tkazildi. Unda ichki ishlar vaziri general-leytenant Po'lat Bobojonov O'zbekiston voleybol federatsiyasi raisi etib saylandi. Endi ta'lim muassasalari va shifoxonalarning isitish tizimlari ko'mirga o'tkaziladi. O'zbekistonda gazni tejash maqsadida 2432 ta xalq ta'limi va 746 ta tibbiyot muassasasi gazdan ko'mirga o'tkaziladi. Bundan tashqari 1140 ta issiqxona hamda sement, g'isht va ohak ishlab chiqaruvchi 250 ta zavod ham ko'mirda ishlashga moslashtiriladi. Bu 16-fevral kuni imzolangan prezident qarorida ko'zda tutilgan. Qarorga ko'ra yil oxirigacha 5407 ta ijtimoiy obyekt ko'mirda isitishga o'tkaziladi va buning uchun 184,4 ming tonna ko'mir yetkazib berish ko'zda tutiladi. Toshkentda 20 ta maktabning isitish tizimini ko'mirga o'tkazish reja qilinmoqda. Sergelida 6 ta, Yangihayotda 5 ta, Bektemir tumanida 4 ta, Yashnobodda 3 ta, Mirzo-Ulug'bekda 2 ta maktab ro'yxatga olingan. Ko'mirga o'tkaziladigan 250 ta zavodning 126 tasi ohak, 101 tasi g'isht, 23 tasi sement zavodlaridir. Ushbu korxonalar va 1140 ta issiqxonalarni ko'mirga o'tkazish orqali 926 metr kub metr gazni tejash nazarda tutilgan. Ularning ko'mirga bo'lgan talabi 1,63 million tonnani tashkil qiladi. 1-maydan boshlab yangi tashkil etilgan issiqxona xo'jaliklari hamda sement, g'isht va ohak mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarga tabiiy gaz tarmoqlariga ulanish uchun texnik shartlar berilishi taqiqlanadi. Ko'mirga o'tkazilayotgan korxonalarga asbob-uskunalar xarid qilish uchun kreditlar ajratiladi. Mas'ul tashkilotlar ularga o'z mahsulotlarini eksport qilishda kafolatlangan rag'batlantirish choralarini ko'rishi kerak. Ko'mir ta'minoti MChJ O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati tasarrufidan chiqarilib, ko'mir omborlari va yordamchi uskunalar bilan birga Energetika vazirligi tasarrufiga o'tkazildi. 1-apreldan import qilinadigan ko'mirni temir yo'l orqali tashishga 50% chegirma joriy etiladi. Bu har qanday masofadan qat'iy nazar.